Bu akvaponika yoki vertikalniy issiqxonalarimizni afzalliklari bu, misol ochiq maydonni, ochiq dalani hisoblaydigan bo'lsak, misol 70 ga 30 sxemada oladigan bo'lsak, ochiq maydonda salat bargimizni 70 ga 30 sxemada ekkanimizda, misol 10 sotikda oladigan bo'lsak, 4769 ta ko'chat soni ketadigan bo'lsa, bu akvaponika yoki vertikalniy issiqxonamizda 10 sotikda misol 3 baravargacha yo 4 baravargacha ko'chat ekib, ochiq maydonga nisbatan bu vertikalniy issiqxonamizda 4-5 baravar yuqori hosil olishimiz mumkin. Bu ochiq dalamizga, ochiq daladagi yetishtiradigan salat yoki boshqa qishloq xo'jaligi ekinlariga nisbatan bu akvaponika yoki vertikalniy issiqxonamizda bunda agrotexnikasiga faqat nima ketadi? Faqat o'g'itlash uchun NPK miqdorini bochkaga solamiz va havo harorati 20 yoki 15 gradusda bu salat bargimiz bemalol vegetatsiya davri pishib yetilishi bilan pishib yetiladi. Va undan tashqari ochiq maydonda salat yoki qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirganimizda bu yerda chopig'i, o'g'itlashi yoki ishchi soni, texnikalarni kirgizishi, o'sha nimalari bilan bu akvaponikamizda yuqori samaradorlikka erishishimiz mumkin. Bunda faqat o'g'itlash, boshqa narsa hech qanaqa xarajat ketmaydi. Ishchi soni ham kam ketadi.